Mahrga uy bersangiz rozi bo'laman. May qara. O'zi yaqinda o'qishni birga bitirgan bo'lsak, sharoitimni bilasan. Ozgina shoshmay tur. Yo'q, siz meni tushunmayapsiz. Men seni tushunyapman. Ozgina sabr qilib tur, yaxshi ish topaman. Hali sen bilan birgalikda ko'p narsaga erishamiz. Sardor aka, to'g'ri tushunayman, baxtli bo'lishni xohlayman. Bo'pti, ona, men ketdim. To'xta, menga qara. Sen oxirgi marta qachon so'rading mendan? Ro'zg'orda nima kam ko'rsatib? Xolodilnikni biror marta ochib qaradingmi? Bugun oylik tushish kerak, ona. Oylik tushsam kerak hamasi. Oylik tushdi. Voy Xudoga shukr. Nima? Tinchlikmi? Kreditga yechibdi. Voy bolam, men senga necha marta aytdim kreditga ish boshlamagin deb. Kredit olganlarda hech qachon 1-2 bo'lmagan. Ozgina sabr qiling, hammasi yaxshi bo'ladi. To'xta, menga qara. Assalomu alaykum, Rabbi. Va alaykum assalom. Qayerda yuribsan o'zi? Samnam o'zi ota bola bo'lib ko'rishib gaplashsak bo'ladimi? Uflama menga. Men senga hamma narsani qilib bergan bo'lsam, uy, joy, mashina, ish. Katta bo'lib mas'uliyatni his qilsang-chi? Kimni farzandligingni unutib qo'ydingmi sen? Bo'ldi, xo'p, emas, tushundim. Hozir sal ishlarim bor edi. Bo'shab siz telefon qo'raman. Qilar ekan. Topgan pulim kreditlardan ortmayapti. Uydagilarga ham pul berish kerak. Nima qilishgan boshim qotib qoldi, o'rtoq. Gapirma. Hali o'qishni bitirdim-ku. Ish topishim kerak. Yetmaganiga Mahrga uy so'rayapti. Nima? Uy? Ha, uy. Yag'i. Muammolarimizni yechimiga ot. Xormi? Qalaysan? Tinchmi? Yaxshimisan? Nima unaqa bezansirang turibsanlar? Ko'rmaysanmi? Yaqinda o'qishni bitirdim-ku. Hop. Ish topmasam bo'lmaydi, o'rtoq. Shu Adin ishxona. To'xtagan. O'rtoq, menga qara, Adiladan kattaroq summa olib, biznes boshlasa nima bo'ladi? Men odamni qo'rasanlar. Mana men o'zim borman-ku, men bilan hal qilsalaring bo'ladi-ku. O'rtoq, sen qizishma. Menda bitta ideya bor. Qancha tashvishlardan chiqdik soppa-sog', eplab bo'lmaydigan. Ozgina seryozni harakat qilmasa, hayot bizani ayamaydi. Hop, nima deysan? Qanaqa ideyang bor edi o'zi? Jamshid, mana qara. Sen uydagilaringga pul kerak, to'g'rimi? Ha? Senga bitta qo'shimcha ish topaylik. O'zing ishi yo'q, qanaqa menga topmoqchisan? O'rtoq, men hazillashmayapman. O'zimga ham ish topaman. Hayotda o'zimizni o'rnimizni topadigan vaqt keldi. To'g'ri aytasan, o'rtoq. Ablas, kelajakda qanaqadir o'ylagan bir niyatlaring bormi o'zi? Bunda qanaqa reja bo'ladi, o'rtoq? Adasini puliga maza qilib yashab bersa bo'ldi-yu. O'rtoq, nima sen menga hozir oson deb o'ylayapsanmi? Atga borsam odamning puli, Mamitga borsam odamning obro'si. Qachongacha men odamning obro'si bilan yashashim kerak? Da, o'rtoq, bu yomon emas. Lekin o'zim hayotda mustaqil ish boshlab, o'zimni hayotimdagi yo'limni topishim kerak-ku. To'g'ri o'ylayapsan, o'rtoq. Sen o'zingdan o'zing unaqa gap gapiraverma. Xo'p. Uzr. Nima qilamiz? Ertadan harakatni boshlaymizmi? Davay. Kelishdimi? Boshing bo'lsa bo'lsin u toshdi. Yashagin haddingdan oshmay, lekin qara kim seni oshnay. Chalg'imagin qalam qoshga, boshing bo'lsa bo'lsin toshdi. Salom. Ishga e'lon bergan ekansiz, aka. Dada yozib qo'yganmiz, aka. Hozir boshliq chaqiraveraman. Okay, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Okay, ana kuni ish masalasi siz bilan gaplashuvdik-ku. Ko'rishib olsak bo'ladimi? Bir ertalarga vaqtingiz bo'lsa. Dastlab ong ostidagina asra, tegmasa noto'g'ri odamlar ta'siri, qo'rqmagin. Sardor akamni xafa qilib qo'yganman-da, bekor unaqa qilmayman. To'g'ri qilgansan. Hayotda nimadir bo'lmasligiga kim javob beradi? Ajrashib ketib qolsang-chi. Unaqa dema, nima unaqa deyapsan? Ertaga nimadir bo'lib qolsa, o'zingni uyingga ham sig'may qolasan. Lekin hech kim baxtsiz bo'laman deb oila qurmaydi-ku. Avogungacha hamma va'da beraveradi. Mahrga uy so'rab to'g'ri qilgansan. Yana bir marta o'ylab ko'rsangiz bo'lardi, aka. Juda ham ish kerak bo'lyapti hozir. Ko'rinishingdan yomon bolaga o'xshamaysan.
ish tajribang yo'q ekan. Bo'lmasam jonli ishga olib qolardim ukam. Meni ham to'g'ri tushungan. Tushunarli aka. Rahmat. Da, keldim, hozir kirib gaplashib chiqaychi. Ha, xotiraman stajdan. Hokalar bor hal qilib qo'yishgan. Ja bo'lmasa pulni berib hal qilamiz-da. Hozir kirib chiqaychi. Oylik kamroq ekan-ku. Boshqa ish qarab ko'raman. O'zi ishimdan chiqib kechki payt kelaman do'stlar. Menimcha 3 million normal ukam. Endi uydagilarga pul berish kerak-da, aka. Sal kamlik qiladi. Rahmat. Katta pul topgin kelyaptim. Kechki payt vaqting bo'lsa, ko'rishib gaplashib olamiz. Nomerimni yozib ol. Pul kerak. Qancha? 20 ming. Nima? 20 ming? Nima qilasan 20 ming? Ish boshlamoqchiman. Yaxshi boshlar. Ading imkoniyat bo'lsa, yo ading sindilarmi? Sen jinnipinni bo'lib qolganmisan. Men odamni tuqurasan, hamma narsaga. Odamning puli bilan yashamayman-ku. O'zim mustaqil ish boshlashim kerak-ku. Yo, aytaman-da, o'rtoq, imkoniyat bor. Adingdan foydalana olmaysanmi? Qach. Alo. Keldim, aka, aytgan joyingizga. Shu yerdamisiz? Bo'ldi. Hayot o'zi oson. Prosta odamlar o'zi qiyinlashtirib tashlaydi. Bo'lsa bordir, aka. O'zi hayotda ko'p pul topish qiyin emas. Haqiqiy xohish bo'lsa, hayotda hamma narsaning iloji bor. Gap nima haqida ketayotganini tushuna olmayapman, aka. Odamda duh bo'lsa, uni pulga aylantirsa bo'ladi. Hop, nima ish qilaman o'zi? Soqqa ham bormi? Qancha? 500-600 cha ketadi. Menda uncha pul yo'q ekan, aka. Topa olmasang men berib turaman. Lekin qaytarib berasan. Alo.